Samarqand restoranlarida qanaqa to'y o'tishini ko'rsataymi? Ovqatlarni ko'rsataman hozir qani. Qanaqa stol bezatadi. Menga ham qiziq hozir keldik mana. Dilafruz degan restoran. Powerga ola jiyanimiz. Chef Power mana. O'zlari strichat qiladilar. Ha? Что фирис? Назов, ajib. Где bitdagi? Mana inkasam Power aka, ha? Chiburak mana qaranglar. Mana farshlari. Mana bu yoqdan mana xamir chiqadi. Mana bu yoqda уже tayyor mana. Ketdik daysh. Chef Power'imiz. Bu qanaqa ovqat bu? Nima bu? Горячий закуска. Bu kartoshkami nima bu? İçinde sır da? Sır ha. Qani? Ha, shunaqa. Ha, ichida sir mozzarella ekan. Mana mamida bunaqa. Voy. Assalomu alaykum. Qanaqa shu? Majani. Ha, mamlaqa. Bu ikinchi ovqatmi? Diyamashmi? Zakuska ha? İncechi mayinja, incechi bulyon. Tanakuri. Kichiri, mana ikkinchisiga kichirimi? Kichiri ha. Kichiriga chima g'on, bu chiqilimi g'oni bayo? Xalisa baring. Ekan qani? Bu uchinchi ovqat pamoymi? Второй, falga deydilar mana. Oho. Qani bittasini ochib ko'rsating qani? Menga bunchon dedi. Ha, bu bir kishilik ha? Bir kishilik. Odam boshiga. Mana bu yoq zal. Qaranglar. Mana. Ajna samarkandskiy stol. Оформление qaranglar qanaqa. Ajna to'ylar Samarqandda. Mana, gap yo'q lekin. Yakta ustav champulimayin vayash. Ha? Mamedonia. Mana shu stol ko'rgan stollaring 250 ming ekan. 250 ming mana. Ovini ko'rsatgandim. Asha narx.